ikki ulug' daryo. Amo bilan sir mehridan suv ichib yashnagan bo'ston. Tamaddun o'chog'i, tafakkur yurti, bu mening vatanim, hur O'zbekiston. Uning tarixidan so'ylar hikoya, bu qadim diyorning har gard tuprog'i. Qadimdan bu yurtda yashnadi san'at, san'atda aks etdi aql chirog'i. Bu yurt beshigida ko'z ochdi Zardusht, Avesta bog'idan so'z sochdi Zardusht. Odamzod qalbingni aylar mukammal, ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal. Unutma, uch o'git mudom qutuluvdir, har biri ezgulik uchun urug'dir. Kun chiqar yog'lardan, kun botar tomon, qo'ng'irog'in chalib yo'l oldi karvon. Buyuk ipak yo'lida birlashdi jahon, g'arb sharqda, sharq g'arbda bo'ldi namoyon. Bu yo'lning shiori hamkorlik edi, murodu maqsadi do'st yorlik edi. Abu Nasr Iroq, Xorazmiy zehnim, Farabiy hikmatim beshigi shu yurt. Farg'oniy, Biruniy, donishmand Sino qoldirgan merosning eshigi shu yurt. Kitob al-musiqa, al-qonun fit-tib, kitoblarni nuri shundan taraldi. İlk nota chizig'i, al-jabr ilmi, birinchi globus shunda yaraldi. Dunyoda nur va tun jangi bor edi. Yana gulxanlarda kitoblar yondi, yana zulmat aro qoldi tafakkur. Zaminda adolat o'rnatmoq uchun keldi sohibqiron Muzaffar Temur. Jaholat lashkarin tormor etdim, sharqdagi ilk qomus tuzukni bitdi. Aytdim, qudratimdir faqat adolat, adolat bor joyda yashnar mamlakat. Temurxon naslidan Sultan Ulug'bek, ki olam ko'rmadi Sultan Amindek. To hanuz mozining kahkashonida Samarqand yulduzi porloq va yirik. To hanuz Samarqand registonida Mirzo Ulug'bekning nafasi tirik. Ishq sirin ochgani keldi Navoiy, ishq bilan olamni bildi Navoiy. Bo'lmasa ishq ikki jahon bo'lmasin, ikki jahon demaki jon bo'lmasin. Bobolar orzusi ozodlik edi, ozodlik keltirar obodlik edi. İnsonni hur qilib yaratgandir haq, faqat hurlik bilan bunyod bo'lar xalq. Yangi davr ochib keldi istiqlol, ko'rindi porlagan buyuk istiqbol. Vatan kelajagi navqiron avlod, ilm va tafakkur ularga qanot. Yosh nasil ko'zida yongan shu nurda, bobolar hikmati nuri ko'ringay. Ularning ko'ksida jo'shgan g'ururda
yurtboshi yuragin qo'ri ko'ringay. Zamonlar o'tacak quyun singari, necha yulduz so'nib tamom yetajak. Toki O'zbekiston ozod va obod, bizlarga yor bo'lar buyuk kelajak. Dunyoni chorladi, bag'rini ochib Samarqand, mozining qadim onasi. Registon bag'rida ezgulik sochib, taralar jahonga sharq taronasi. Bu oqshom dil to'lar saftu navoga, bu oqshom yangragay muhabbat sozi. Bu oqshom paralgay yetti iqlimni tinchlikka chorlagan san'at ovozi. Qalbini dunyoga ochgan o'zbekning mehridan yashnagan yurtga marhabo. Marhabo mehmondo'st O'zbekistonga, tinchlik deb yashagan yurtga marhabo. Very good, bellissimo, splendido, emozione, emozione. Amazing! It was wonderful, it was great. Haqiqatan ham ajoyib. Juda zo'r qilingan. Alqishlar uchun zo'r bo'ladi. Salom, rahmat. Biz uchida mappingni ko'rdik. Bu juda ham chiroyli, ajoyib, baxtliman. Biz juda hayratdamiz. Bu fantastik darajada. Bu juda go'zal, g'aroyib. 3D mapping super. Oh, the 3D mapping show was 3D great. mapping show juda ajoyib. Bunday tomoshani hali hech ham ko'rmaganman. Tasvirlarning hajmi hayratlanarli. Juda ham chiroyli. Grandiose on a massive scale. Very beautiful. Я видела подобные световые шоу, да, в Лионе, допустим, но по масштабности они сравниться с сегодняшним не могут, это точно. Men Buyuk Britaniyada bu kabi go'zallikni ko'rmaganman. Здорово. За короткое время всю историю Самарканда, Узбекистана, это здорово. Это шоу, это, действительно очень красиво. Спасибо вам большое. Judayam ta'sirlandik, xuddi mo'jizaviy bir maskanga tushib qolganimizdek, shunaqa Samarqandda, O'zbekistonda yurtda tug'ilganimdan judayam faxrlanaman. Aytib berolmayman so'z bilan. Men olgan tasvirlarimni Buyuk Britaniyadagi barcha tanishlarimga ko'rsataman. Bu shaharni dovrug'ini yoyaman. И современность, и традиция, и история сошлись в какой-то определенной точке, и это все очень впечатлило. Uchida mapping juda hayratlanarli. Unda Samarqand tarixi hamda madaniyati haqida juda ko'plab ma'lumotlar berilgan. Juda ajoyib chiroyli chiqdi. Biz Yangi Zelandiyadagi 3D mapping shousi eng zo'r deb o'ylardik, lekin bunisi hammasidan oshib tushdi. Super 3D presentation. Amazing. Fantastic. Fantastic. Great. Men uchun 3D mapping show